yuvanib 401 zapas xodini yuryaptimi, yurmayaptimi? Yaxshi savol. Buni tekshirib ko'rmaganmiz. Bitta tekshirib ko'ramiz. 100 dan 0 gacha necha yurishini ko'ramiz. Zapas xod 401 berilgan. Qanaqa sharoitda yuramiz? Eng ekonomik haydaymiz. Chunki bizda 401 yuradimi yo'qmi, shuni bilmoqchimiz. Bitta tekshirib olamiz tabloni. 401 100 3943 km yurgan. %100% zaryadkadan 50% ishlatib bo'ldik. 50% zaryadka yana teng yarmi. Devadi yuvanib 3943 km yurgan edi, 4414 km bo'ldi. 471 km yurdi. 70 km ortiqcha yuraverdi. O'zining normasidan 401 dan 100 ga 709 kilovat расход bilan yurdi. Ekoda larger funksiyasini yoqib qo'yildi. Bu o'zini o'zi zaryadlaydigan funksiyani yoqildi. Bo'ldi. 471 km yurdi общий. 401 ko'rsatgan bo'lsa, 70 km ortiqcha yurdi. 1% bilan elektrostansiyaga kirdi. Odamlarda tabiiyki savol tug'iladi. Yuvanib, mana shu 95 ot kuchli 471 km sandek yura oladimi odam? Yura olmaydi. Bu probegi yurib bera oladimi deb harakat qilib, eng ekonomik qilib yurildi. 35, 40, 45, 50 tezlikda yurildi. Qo'zg'alayotganda ham juda sekin qo'zg'aldi. Orqada bu shahar sharoiti to'g'ri kelmaydi.